Salom hammaga. Sizlar bilan bugun Rimurugjon. Bugungi videoda biz To'pon Blok o'yinchilarini ko'rib chiqamiz. Qani bo'lmasam ketdi. 10-o'rin Bani Iglesias. Bani Iglesias faoliyatini Barselonada boshlagan. Barselona klubining a'zosi. U Ispaniyada tug'ilgan hamda Real Madridni buzgan. Hamda u Itoshi Saining azaliy raqibi. U Itoshi Saiga yoqmaydi hamda u haqida bizda ma'lumotlar kam, shuning uchun ko'p ma'lumotlar bera olmayman, lekin u juda ham kuchliligi aniq. Uni blokning keyingi qismlaridagi mangalarda bilib olishimiz mumkin, ya'ni sezon 3da. Ham bu yerda bizda katta ehtimollar bilan u Itoshi Saiga qarshi rolda chiqadi. 9-o'rin esa Pablo Cavazos. Uning bizga ma'lum bo'lgan taraflari u argentinalik hamda u blokdagi top 5likda chiqadi, ya'ni yangi zamonning eng zo'rlarida. Bizda u haqida ham ma'lumot kam. U argentinalik center midfielder hamda u juda ham aniq pas berish qobiliyatlariga ega. Aniq pas berish hamda lekin defenderlik qobiliyatlari yo'q. U Bachira bilan to'qnash kelganida buni ko'rganmiz. Aynan uning uchun hujumchilar gol uradi. U juda ham kuchli fizikka ega emas, lekin ancha kuchli futbolchi. U biz uchun zo'r. Hamda shuning uchun men uning muxlisiman. 8-o'rin Dada Silva. Dada Silva braziliyalik himoyachi. Unda himoyachida bo'lgan har bitta talant bor, ya'ni uning bo'yi uzun, juda ham tortishoq hamda juda ham kuchli fizika tomondan ham. Uning kuchi juda ham ko'p, shuning uchun u himoyachi bo'lgan. Hamda u zamonning yangi futbolchilari qatoriga qo'shilgan, ya'ni yangi 5likda. U yerdagi hamma futbolchilar juda ham kuchli. Shu bilan Dada Silva ham. Dada Silva juda ham kuchli himoyachi. Keyin menda shu ma'lumotlar bor, qolgan ma'lumotlar yo'q. U haqida ma'lumotlar juda ham kam. 7-o'rinda Leonardo Luna. Leonardo Luna juda ham kuchli hujumchi. U Real Madridning hujumchisi, ya'ni ispaniyalik hujumchi. Leonardo Luna xohlagan himoyachisini aldab o'ta oladi. Uni texnika, tepish, hamma narsa kuchli. Uning texnikasi juda ham barqaror ishlaydi. Hamda u himoyachilarni oson aldab ketishga yo'l beradi. Bu esa juda ham zo'r degan. Hujumchilarga mos hamma narsa bor. U ancha munchasidan kuchli, ya'ni bizda pro o'yinchilardan Itoshi Sai ulardan ham ancharoq kuchliroq. Ham ularni bemalol aldab ketishi mumkin. U o'yinda juda ham kuchli xarakter ko'rsata oladi. Shu bilan gollar urishi mumkin. Juda ham ko'p gol urgan o'yinlarida Real Madridning o'yinlari bor. Adam Blake angliyalik hujumchi. Unda texnika yo'q, dribling yo'q, lekin unda udar hamda jismoniy quvvat bor. Jismoniy quvvat bilan takimni suvda uchirib olganini ko'rganmiz. Aynan u hozir ham angliyalik to'p urar. Mana u vaziyat. 5-o'rinda Julian Loki. Julian Loki o'z tezligi bilan ancha-muncha himoyachilarni aldab o'tib keta olgan. U juda ham tez bo'lgani uchun xohlagan himoyachisidan aldab o'tib keta oladi. Xohlasa jinni qilib yetadi, xohlasa undan o'tib ketib osonlikcha gol uradi. Uning good speed degan tezligi juda ham tez. Hattoki undan IQ hamda qoyalar ham to'xtata olmagan. Buning sababi u juda ham tez. Bunday tezlikka hech kim erisha olmagan. Blokdagi eng tez o'yinchi bu Julian Loki. 4-o'rin Lavinho. Lavinhoning driblingi juda ham kuchli. U driblingi bilan xohlagan himoyachisini aldab keta oladi. Hamunda Barsaning ustozi degani u Barsani boshqargan, ya'ni Blok Egoistlar ligasida. Uni ham sezon 3da ko'ramiz. U Lavinho juda ham driblingi bor, gingasi bor. Ginga yordamida juda ham ko'pchiligini aldagan. Ginga bu o'zining Lavinhoda uslubi. Gingani hattoki Bachirama guruhiga ham o'rgatgan. Gingani Bachirama guruh o'zining mahluqiga qo'shganda unga yangi texnika kelgan, ya'ni texnika juda ham kuchli bo'lgan. Bu Lavinhoning usuli. 3-o'rinda Chris Prince. Chris Prince o'zini aql bovar qilmas kuchi bilan dunyoga tanilgan. U blokning sezon 3dagi Manchester City jamoasiga boshlig'lik qiladi. U juda ham kuchli kuchi bilan xohlagan himoyachisini aldab keta oladi. Bu degani u xohlagan odamiga gol ura oladi. Hattoki varatada eng kuchli darvozabon bo'lsa ham, lekin uning minus tarafi bor. U juda ham ishyoqmas emas, ya'ni u ish qilishni yaxshi ko'radi, ko'p ish qiladi. Shuning uchun u o'z charchab qolishi mumkin. Charchab qolishi esa o'yindagi hamma narsani hal qiladi.
Ikkinchi o'rin Noel Noah. Noel Noah dunyoning eng zo'ri deb tan olingan, lekin u bugungi to'pimizda ikkinchi o'rinda. Birinchi o'rinda uning o'zi ham tan olgan dunyoning eng zo'ri bor. Ham Noel Noah haqida faktlarga kelsak, Noel Noah juda ham eng zo'r hujumchi. Uning texnikasi barqaror, hamma yo'g'i barqaror. U haqida hamma narsani barqaror desam bo'ladi. Birinchi o'rin Mark Snuffy. Mark Snuffy o'zining aqli darajasi hamda paslari bilan mashhur. Mark Snuffy Juventusning treneri, ya'ni blokdagi Juventusning treneri. U juda ham kuchli pas beradi hamda juda ham katta aqlga ega. Undagi dribling, undagi qobiliyatlar hammasi midfielderga mos. U ya'ni center midfieldda o'ynaydi. Ya'ni u center. Xullas, shu ma'lumotlar bor. Yana ma'lumotlar. U Don Lorenzoning blokka olib kelgan. Ya'ni Don Lorenzoni o'yinchisi qilib olgan. Hamda yana u juda ham kuchli. Uni Noel Noah o'zi tan olgan birinchi o'rindagi futbolchi deb. Va shu bilan videomiz o'z nihoyasiga yetdi. To'polligimiz sizlarga yoqdimi obunachilar? Aytinglar. Like bosib qo'yinglar agarda yoqqan bo'lsa. Like va obuna bizga shu kerak.